Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli Abdulla Hoji kanali ishqibozlari. Mana olchani totib berib ko'rsataman deyapman. Bu quyilgani, sharbat quyilgani. Undan o'zir piyolasini mitkilab qo'yamiz hozir. Tezla faqat kamera vaqtga ketib qoladi. 10 ta bo'ldimi? 10 ta mana. Qizilligi ham boshqacha qizil, yirikligi ham yirik. 10 ta bo'ldimi? Mana piyola mitkilab qo'yaylik. Bu quyilgan, ha, xudo xolasa. Mana quyilmagan. Mana shu 3 ta nimamiz bor. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana mashinadan uzib qo'yaman, mana ko'rinib turgan joyda mana. Mana bu shunday ham ko'rinib turibdi. Endi biz sizlarga kilogramda qizildan qip-qizildan uz. 10 ta. Bo'ldimi 10 ta? Mana piyolasi aniq, mana. Xudo xolasa. Atlas piyola. 10 ta bo'ldimi? Yur, tarozi totib beramiz endi, xudo xolasa. Abdulla Hoji begim sizlar bu. Hozir tarozi yoqqanimizdan sizlarga totib beramiz. Shorini boshog'ini totib berganman, sizlarga ham piyolanaman. Xudo xolasa mana. Bismillahirrohmanirrohim. Aqchi xalqqa ko'rsatib bering. Ayniqsa nimalarga. Bu kalibrda katta bo'lishiga nimalar? Mana quyilmagan ekan, atlas piyola mana. Sekin tushiramiz buni ondan. Tushib ketdi. Tergalik ko'rmayapmiz-da. Mana sezilib turibdi o'z medaliga. 20 gram ekan, ha? Olib qo'ying. 20 gram 10 donasi. Mana sezilib turibdi o'zi. 31 gram. Qisqasi 10 dona bo'lsa, bir qancha gramdan turkilar? 1 gram jinni oshiqdan turkilar ekan. Bittada bir donada 1 gramdan oshiq farq qilyapti. Demak, ancha farq qilar ekan, o'g'aylar. Mana 31 gram chiqdi. Yangi tonni ko'rsatdim, xudo xolasa. Mana yirikligi ham aniq bo'lib turibdi. Mana hozir ayolim piyola yozib qo'ydi. Piyolada ham aniq bo'lib turibdi, mana maydaligi. Birjida bo'lgan. Bugun 24-may 2025-yil. Abdulla Hoji begim sizlari mana bittasida 1 gram oshiqdan farq qilyapti. Xudo xolasa, mana degan yoqdan o'zganimiz yo'q. Men o'zimni joyim, o'zimni uyim. Mana qilgan begimiz sharbatlar chiqargan joylarimiz. Mana plantatsiyamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ishoninglar, kalibrni yaxshilab berdik. Xudo xolasa hamma narsaga foydasi bo'lyapti. Xudo xolasa salomat bo'linglar, ishoninglar. Toza nasib, sog'lom bo'linglar. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana xudo xolasa olchani tortdik, mana. Quyganimiz 31 gram chiqdi, 10 tasi 31 gram chiqqan bo'lsa, bitta quymaganimiz 20 gram chiqdi, 10 donasi. Demak, bitta dona 2 gramdan farq qilyapti. 2 gram ekan, 1 gram oshiqdan farq qilyapti. 1 gram o'raylik, 1 gram oson bo'lsa, oson bo'ladi. Masalan, 1 kilo gilozingiz, yo'qsa malinangiz, 1 kilo malinani hisoblaylik, mesela ya malinadan ham hisoblamaylik, gilozdan hisoblaylik. Osonroq bo'ladi. Malinadan ancha farq ko'radimi lekin, menimcha. Mana gilozda farq qilgan bo'lsa, 1 kilo gilozingiz o'rtacha 15 ming. 15 ming bo'lsa, demak 2 gramdan chiqqan bo'lsa, quyilmagani 500 donasi bo'lsa, 500 donasi 1 kilo chiqqan demak, to'g'rimi? 1 gramdan bo'lganda 1000 donasi 1 kilo bo'lardi. 1 gramdan bo'lganda 2 gramdan bo'lsa, demak, quyilmagani 500 dona kelar ekan donaga hisoblasak. Osonroq bo'ladi hisob kitob qilishga, menimcha. O'g'aylar. 500 donasi 1 kilo chiqsa, demak, o'shanda bu mesela 3 kilo 3 gram chiqaytirgan bo'lsa, quyilgani 3 gram chiqaytirgan bo'lsa, 33 dona, 330 donasi 33 donasi bo'ladi. 333 donasi. Qisqasi 1 kiloda 170 gram atrofida farq qilyapti. Endi hammasini pulga hisoblab beraman. Cho'ntaklangan pullarni tuyib qo'yaman. Oldi qo'shni narsa bo'lmaydi. Demak, 1 kiloda agar sharbat quysangiz, 170 gram o'ynasa 1 kiloda 170 gram o'ynayaptimi? 170 gramda agar 15 mingga hisob ko'rsak,
2,5 so'm 300 so'mga yaqin pul o'ynaydi. Bizlarda 3,000 so'm o'ynadi. 2,5 so'm 3,000 so'm desa hisobga to'g'ri bo'ladi. 3,000 so'm o'ynadi desalar yaxshi bo'ladi. Masalan, bir kiloda sharbat quysangiz 3,000 so'm. Demak, bitta gilosingizni masalan bir 20 kilo qilib bersa, 3,000 so'mdan bo'lganda 20 kilosi 60 ming o'ynab turibdi. Siz 5 litr quyib qo'ying, bo'ldi, foydadasiz demoqchiman. Shu masalan kalibrini yaxshilash uchun oldin gilos terib bo'lgandan keyin oktyabr, noyabr oylarida bitta quysa, menimcha, meni hisobimda shunaqa. Men eksperiment qilib ko'ryapman. Sizlar quyib ko'ryapsizlar, bilmaysizlar-da. Noyabr oylarida bitta quysalar, mevaga harakat qiladi. Keyin mevani tugagandan keyin quysak, xudo xolasa, mevani tugagandan masalan tuyadi-yu, ko'ma bo'lib turadi. Shunda quysak kalibrni yaxshilab berar ekan deb o'ylayapman men. Men shunaqa nima qilib keldim mana. Hozirda o'tiribman, tumshimtada gilos, alcha. O'shani qarab qo'yapman men. To'g'ri qarayapti deb o'ylab qolmoqman. Hozir dezdan ko'rinib turadi-da, zaldaman. Qisqasi foydadasilar. Mana sizlarga oddiy aritmetika 1 kiloda qisqasi 2,5-3 ming o'ynaver ekan. Sharbat quysa. Endi gilosingiz qancha ko'p qilsa, shuncha foydadasiz demoqchiman. O'rtacha 20 kilo qiladi desangiz ham 60 ming atrofida pul o'ynaydi ekan. 5 ming so'mlik sharbat quysangiz, 10 ming so'mlik quying ana, 10 ming so'mlik quysangiz 50 ming foydadasiz baribir. Balki undan ham yaxshi qilib berar balki. Men endi kecha kuni quyganman. Teshik ko'rayim demadim, quyib ko'rdim, ikkitasiga quyib qo'yaveray deb bitta paqqada olib chiqsam ikkitasiga yetdi. Bittasi turibdi-sinchi, qani farqi bo'larmikin deb o'yladim o'shanda. Mana farqi ko'rinib turibdi. Ishoninglar, o'zlaringga qaranglar. Toza narsa yeb, sog'lom yashanglar. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xo'p, salomat bo'linglar. Uzoq vaqt cho'zilib ketsa xafa bo'lib qolasizlar. Demak, hamma narsaga foyda qilyapti ekan. Masalan, tarvuzda ham 10 bir katta qilib qo'ygan. Men hozir aytchinamanki, dehqonlarimiz uyg'onmayapti hali. Uyg'onsa kech bo'lib qoladi. 10 baravar, 10 baravar ham diyorum, 5 baravar ham diyorum. Masalan, mana tarvuz videomda ko'rsalar, 10 baravar, 7 kilo quyilgani bo'lsa, quyilmagani yarim kilo. Yarim kiloni solishtirsalar, 7 baravar, 10 baravar katta bo'ladi. Любой qimmat dori ham mineral o'g'it uni qila olmaydi. Ishonib qo'yinglar. Dehqonlar uyg'onlar uxlayapsizlar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Abdulla Hoji Begimiz kanalini ishqibozlari, mana hurmatli obunachilar, sizlarga yangilik ko'rsataman dedim. Mana buni qaranglar endi. Mana menga bizni kuzatib turganlar hammasi biladi. Mana meter taq qo'yapman. Bodamni beli yangi ekkanman. Mana 60 cm ko'rsatib qo'yaman. Pochta 60 cm novda surgan. Ko'ryapsizlar mana. Mana meter taqda turibdi. Yosh katta bodam ekkanman. Sizlarga tushuntirish uchun. Yosh katta ekan mana. Qirqib tashlab ekkanman mana shu yerda mana. Ko'ryaptimi? Mana shu yerda biz kuzatib turganlar bilardiki, mana shu yong'og'imiz bo'lardi. 12 tam, 14 tam. Hammasini kesib tashlab, bu yil bodam ekkanman. Bu yong'oq narxi ko'tarilmadi. Eksperiment uchun mana. Men eng zo'rini ko'rsatyapman sizlarga mana. Bexato ketyapti. Hozirgacha 2 litr sharbat quyganman. Keyin bu unumsiz yer. Arif qirg'og'i. Mana bu plantatsiyamiz. Ko'rinib turibdimi? Hammasi ko'karib turibdi, pochta. Sizlarga buni ko'rsatishdan maqsad hozir sharbat quymaгаnim, ahamiyat bermaganim bor. Ichkarida ko'rsataman sizlarga. Xudo xolasa tezlatamiz, xudo xolasa mana. Mana Beginaji emas, Abdulla Hoji Begimizlar kanali bu. Mana ko'rsatib qo'yaman. Tezlatamiz hozir xolasa. Mana Ash Abdulla Hoji bo'ladi mana shu. Abdulla Hojimisan sen? Abdulla Hojisan sen? Bo'ldi. Nevaramda otaga qo'yganman kanalimni nomini. Otamdir otaga xudo xolasa. Otamni otini olib qolish uchun nevaramda otaga qo'yganman. Mana sizlarga fontan, mana nimamiz, mana teplisamizni o'tkazib qilamiz. Uning ichida ancha suyimga qilayotgan narsalarimiz bor. Xudo xolasa ertaga ko'rsatamiz ularni. Sizlarga bodamni ikkitasini zapaska olib qo'yganman, bittasi qurib bo'libdi shu. Men suv quyib turaman, ahamiyat bermayman bunaga bunga. Fontandan suv quyamiz bunga. Mana
Lekin qaranglar 15 santimetrmi mana. O sariqligini ko'ryapsizlarmi, nima deyapti bu? Sharbatni quvvatini sezyapsizlar, mana bu qurib bo'lgan. Men sizlarga endi ko'rsatamanki, buni baxti sezyapsizlarmi rangidan? Rangi och sariq. Ko'hma emas. Yangi toni ko'rdinglarmi? Ko'hma edi. Mana bugun kechami qo'yib qo'yganman. Endi xudo xolasa bu ham yaxshi bo'lib qoladi. Mana 15 santimetr bo'lsa 4 barakat ekan. Shuni o'ylab ko'ringlar. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Farqini hamma yoqda bilib turinglar. Ayniqsa qovundoz dehqonlar uxlamanglar. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Abdulla Hoji Bekom sizlar bu. Salomat bo'ling og'aylar.